Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 25-fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshev bozoridan ko'rsatyapmiz. Va bularni materiali miramir, bunusiniki bambuk. Narxlari, pachka narxi 65 ming so'mdan ekan. Mana shu bambukdan boshlanib, mana bu miramirlargacha ekan. Toshlari pressda bosilgan ekan. Razmeri nechidan nechagacha? Hammasiniki 48 dan 54 gacha razmer ekan. Xo'p, mana. Endi bu tomonini narxi nech pul deyapsiz bu tomonini? 55 ming so'm hammasi bu hammi? Mana shu yerdan boshlanadi. 55 ming so'm ekan bu taraflari. Razmeri 48 dan 54 gacha razmer. Bularning materiali miramirmi? Bular hib ekan ikkalasi. Donaga nech pul deyapsiz? Donaga 5 ming so'm qimmat bo'lar ekan. Telefon nomeringiz necha aka? 90 292 90lik 292 60 04. 60 04 ga telefon qilasizlar, kunduzi telefon qilinglar. Oluvchi jazba xaridorlar bo'lsa, keyin aloqaga chiqsin ekan. Shunchaki bozorning manzilini qayerdaligini bilib telefon qilmaysizlar ekan. Yarim kechalari, ha? Shetda o'zim aytib qo'yay, bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshev qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Bozor 6 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bo'ladi. Telefon qilaverasizlar.